Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Sizlar bilan yana bir ukologimizni ko'rib chiqamiz. Bu ukologimizni biz takas tariqasida tayyorlaganmiz. Ukologimizni razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri uzunligiga 2.30, tomoni 2.30 tasdiqladi. Polnistik mana gullarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, gullarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Sifatli qilib tayyorlandi. Ukologimizni modeliga keladigan bo'lsa, ukologimizni modeli Medusa model bo'ladi. Ukologimizni ko'rishimiz mumkin. Orqa tomonlarini ham hozir kadrda ko'rib ketamiz. Orqa tomonlari ham polnistik o'zini materialidan va eng virus tomoni mana sizlarga ko'rsatishim mumkin. So'z isboti bilan degandek. Tezroq boramiz endi. Buni aytgan bo'lsa, polnistik korpuslar mana shu holatda tayyorlanadi. Ancha muncha mustahkamligini ham sezib qo'yishingiz mumkin. Men o'zim 90 kg atrofidagi odamman. Yonlarini ham ko'rib, yonlari mana ashkallar fanerdan bo'ladi. Faner, polnistik fanerdan qilinamiz. Qo'llari ham behijolat. Ancha muncha insonlar qo'pollik qilib o'tirsa ham, boshqa bo'lsa ham, uyingizda bola chaqa sakrasa, boshqa bo'lsa, xizmatingizni uzoq yillar qiladi degan umidda mana shu holatda tayyorlaymiz. Endi buni olib beramiz. Bu razmerdagi ukologimizda pufiga nimaga ikkita deganlarga standart doza aslida ikkita bo'ladi, lekin razmerni qo'shilsa pufiga ham qo'shilishi mumkin yoki-da pufida bu tomonga ikkita, bu tomonga bitta qo'yishingiz mumkin. Zakas tariqasida qo'shib beraveramiz. Ukologimizni matosiga keladigan bo'lsak, teddy materialdan bo'lgan, hozirgi moda bo'layotgan materiallardan bo'lgan. Ukologimizni endi sizlarga slinasiga, spinkasiga suyanadigan joyiga ketgan machalkalarni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, slinasiga antik kuchina bilan ishlov berilgan, 22 kilo machalkalar bilan ishlov berilgan. Spinkasiga suyanadigan joyiga 22 kilo machalka birib polnisida bilan qoplangan. Xo'p, yana bitta sizlar uchun virus slinasining kengligini tushuntirish maqsadida bitta yo'q beraman. Slinasining kengligi bitta odam ko'rishingiz bemalol yotadi, sig'adi va yana mana bunaqangi tumbadan bitta qilib qo'ysangiz, mana shu joygacha mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni ikkita qo'shimcha tumba bor, akinalar. Ajoyiblar bundacha bo'sha qatmagan ekan. Sizlar mana shu holatda ketaveradi. Kengini fanning holatda ishlashdan bo'laveradi. Yaxshi keladi. Ukologimizda o'qitgan narsa 2500 so'mga qilyapmiz. Shu 32 razmer. Narximizda jurnalistlar alohida hisoblanadi. Andijon shahriga 8 bepul. Qolgan viloyatlarga masofaga qarab yo'lchilar narxi hisoblanadi. Sizga shunaqangi ukolog kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Sifatli va hamyonbop qilib tayyorlaymiz. Bu videoni albatta like bosib, yaqinlaringiz bilan qo'ying.